Agar dinozavrlar hech qachon yo'q bo'lib ketmaganida nima bo'lardi? Bugungi kunda insonlar umuman mavjud bo'larmidi? Dinozavrlar haqiqatan ham ulkan, sovuqqon yirtqich maxluqlar bo'lganmi? Yoki ular qushlarga ko'proq o'xshaydigan aqlli hayvonlar bo'lganmi? Boeing samolyotidan ham og'irroq mavjudotlar qanday qilib sayyoramizda 160 million yildan ortiq vaqt davomida yurib yashagan? Agar sizga dinozavrlar aslida hech qachon butunlay yo'q bo'lib ketmaganini aytsam-chi? Chunki ularning ayrimlari hanuz tirik va har kuni boshimiz uzra uchib yuribdi. Bugun biz yer tarixining 250 million yil ortiga sayohat qilib, sayyoramizda hukmronlik qilgan eng buyuk hayvonlarning hayratlanarli darajada yuksalishi, hukmronligi va yo'q bo'lib ketishini o'rganamiz. Hamda ularning qirilib ketishi nima uchun insoniyatning mavjud bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini bilib olamiz. Tasavvur qiling, siz yer yuzida 250 million yil avval turibsiz. Bu dunyo sizga mutlaqo begona tuyulgan bo'lardi. Gulli o'simliklar yo'q edi, qushlar yo'q edi, maysazorlar yo'q edi. O'rmonlar orasida yugurib yurgan sutimizuvchilar ham yo'q edi. Buning o'rniga ufqacha cho'zilgan ulkan ignabargli o'rmonlar va yer yuzini qoplagan bahaybat paparotniklar mavjud edi. Bugungi kunda tirik mavjudotlarning hech biriga o'xshamaydigan g'alati sudralib yuruvchisimon jonzotlar bu qadimiy landshaftlarda kezib yurardi. Hatto qit'alar ham bugungidan butunlay boshqacha edi. Yer yuzidagi deyarli barcha quruqliklar Pangeya deb ataluvchi yagona ulkan super qit'aga birlashgan edi. Nazariy jihatdan bugungi Shimoliy Amerikadan Afrikagacha okeanni kesib o'tmasdan piyoda borish mumkin bo'lardi. Ammo bu qadimiy dunyoning tubida dahshatli bir falokat boshlanish arafasida edi. Taxminan 252 million yil avval bugungi Sibir hududida ulkan vulqon otilishlari boshlandi. Bu otilishlar 100 minglab yillar davom etdi. Ular yer atmosferasiga tasavvur qilib bo'lmaydigan miqdorda karbonat angidrit va metan gazlarini chiqardi. Iqlim keskin o'zgardi, harorat ko'tarildi, okeanlar isidi va ularning kislotaliligi ortdi. Dengiz suvidagi kislorodning katta qismi yo'qoldi. Dengiz ekotizmlari qulab tushdi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, dengiz turlarining qariyb 90% va quruqlikdagi umurtqali hayvonlarning deyarli 70% yo'q bo'lib ketdi. Bu sayyoramiz tarixidagi eng yirik ommaviy qirilib ketish hodisasi edi. Millionlab yillar davomida yer deyarli bo'shab qolgan sayyoraga aylandi. Ammo yer tarixida har bir buyuk ommaviy qirilib ketish yangi hayot shakllari uchun imkoniyat yaratgan. Bu safar esa omon qolganlar orasidan dinozavrlar paydo bo'ladi. Taxminan 230 million yil avval Kech Trias davrida sudralib yuruvchilarning kichik bir guruhi mutlaqo yangi mavjudotlarga aylana boshladi. Ular birinchi haqiqiy dinozavrlar edi. Ajablanarlisi shundaki, ular ko'pchilik tasavvur qiladigan ulkan gigantlarga umuman o'xshamas edi. Ko'plarning bo'yi inson belidan ham baland emasdi. Ayrimlarning vazni zamonaviy itnikidan ham kam edi. Eng qadimgi ma'lum dinozavrlardan biri Eoraptorning uzunligi bor yo'g'i 1 metr atrofida edi. Yana bir qadimgi yirtqich Herrerasaurus tezkor, yengil va ov qilish uchun mukammal tuzilgan edi. Ularning eng katta ustunligi tana o'lchami emasdi. Bu ularning tana tuzilishi edi. Timsohlar va kaltakesaklarda oyoqlar tananing yon tomonlariga qarab yoyilgan bo'lsa, dinozavrlarning oyoqlari tanasining to'g'ridan-to'g'ri ostida joylashgan edi. Mana shu bitta evolyutsion o'zgarish ularning yurishini samaraliroq, yugurishini tezroq va kelajakda nihoyatda katta o'lchamlarga yetishini imkonli qildi. Ko'plab dinozavrlarda ichi havo bo'shliqlari bilan to'lgan yengil suyaklar, samarali o'pkalar va faol moddalar almashinuvi ham rivojlandi. Bu moslashuvlar ularga kamroq energiya sarflab, uzoqroq harakat qilish imkonini berdi. Iqlim o'zgarishda davom etar ekan, dinozavrlar tez suratlarda turli shakllarga ajrala boshladi. Ayrimlari o'simlikxo'r bo'ldi, boshqalari esa ovchilarga aylandi. Bir necha 10 million yil ichida dinozavrlar deyarli barcha qit'alardagi cho'llar, o'rmonlar, daryo vodiylari
va qirg'oq tekisliklarni egalladi. Dinozavrlar davri rasman boshlangan edi. Taxminan 201 million yil avval Yer yura davriga kirdi. Iqlim iliqlasha boshladi. Qit'alar bo'ylab yomg'ir o'rmonlari kengaydi. Oziqa mo'l ko'l bo'ldi. Dinozavrlar bunga tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ulkan o'lchamlarga yetish bilan javob berdi. Ularning eng yiriklari sauropodlar edi. Brachiosaurus, Diplodocus, Patagotitan va Argentinosaurus kabi turlar uzunligi 30 metrdan oshib, vazni 60 dan 80 tonnagacha yetgan. Bu o'lchamni tushunish uchun yonma-yon tizilgan 12 ta Afrika filini tasavvur qiling. Endi ularning barchasining vaznini bitta hayvonga jamlang. Shunday ulkan gavdasiga qaramay, bu dinozavrlar faqat o'simliklar bilan oziqlangan. Ular har kuni yuzlab kilogramm barglar, novdalar va paparotniklarni yegan. Nihoyatda uzun bo'yinlari ularga ulkan tanalarni doimiy ravishda harakatlantirmasdan turib, juda katta hududdagi o'simliklarni yeyish imkonini bergan. Bir vaqtlar olimlar bunday gigantlar o'z tanasini quruqlikda ko'tarib yura olmaydi deb hisoblab, umrining katta qismini suvda o'tkazgan deb o'ylashgan. Zamonaviy kashfiyotlar bu fikr noto'g'ri ekanini isbotladi. Ularning suyaklarida katta havo bo'shliqlari bo'lib, bu ularni kutilganidan ancha yengil qilgan. Ustunga o'xshagan oyoqlari ulkan vaznni nihoyatda samarali taqsimlagan. Ayrim tadqiqotchilarning hisoblashicha, yirik sauropodning yuragi 400 kilogramdan ham og'irroq bo'lishi mumkin bo'lgan va qonni bir necha metr yuqorida joylashgan miyaga haydab turishi kerak edi. Bunday mavjudot yonida turish xuddi harakatlanayotgan bino ostida turgandek bo'lardi. Ammo hatto bu gigantlar ham hech qachon butunlay xavfsiz bo'lmagan. Chunki o'rmonlar orasida yashirinib, ular bilan birga yirtqichlar ham rivojlanib borayotgan edi. Agar butun dunyoda taniladigan bitta dinozavr bo'lsa, u Tyrannosaurus Rex. Uning nomi so'zma-so'z tarjima qilinganda zolim kaltakesaklar qiroli degan ma'noni anglatadi. Ammo o'nlab yillar davomida suratga olingan filmlar, yozilgan kitoblar va hujjatli filmlarga qaramay, haqiqiy Tyrannosaurus Rex fantastikadagi obrazdan ham qiziqroq bo'lgan. Tyrannosaurus Rex 68 dan 66 million yilgacha avval kech Bor davrida yashagan. U yer yuzida yashagan eng so'nggi qush bo'lmagan dinozavrlardan biri edi. Voyaga yetgan Tyrannosaurus Rex uzunligi 13 metrgacha, son qismidagi balandligi taxminan 4 metr, vazni esa 8 dan 10 tonnagacha yetgan. Ammo uning eng qo'rqinchli quroli kattaligi emas edi. Bu uning tishlash kuchi edi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Tyrannosaurus Rex 35 ming newtondan ortiq kuch bilan tishlay olgan. Bu hozirgacha ma'lum bo'lgan quruqlik hayvonlari orasidagi eng kuchli tishlashlardan biri edi. Asosan go'shtni yirtadigan sherlar yoki bo'rilardan farqli ravishda Tyrannosaurus Rex qattiq suyaklarni maydalay olgan. Uning bananga o'xshagan tishlari pichoq singari kesish uchun mo'ljallanmagan edi. Aksincha, ular ulkan mixlarga o'xshab ishlagan, go'shtning ichiga chuqur kirgan va shu bilan birga sinishga chidamli bo'lgan. Ayrim tishlar ildizi bilan birga deyarli 30 sm uzunlikka yetgan. Kaprolitlar deb ataluvchi toshga aylangan dinozavr axlatlaridan maydalangan suyak bo'laklari topilgan. Bu T-Rex butun suyaklarni yutib, keyin ularni hazm qilganini isbotlaydi. Ammo yana bir jumboq mavjud edi. Tyrannosaurus Rex faol ovchi bo'lganmi yoki shunchaki o'limtik bilan oziqlanganmi? Bugungi kunda ko'pchilik paleontologlar u ikkalasini ham qilgan deb hisoblaydi. Zamonaviy ayiqlar yoki timsohlar singari imkon bo'lsa ov qilgan, ammo osonlik bilan topilgan tayyor oziqani hech qachon rad etmagan. Tabiat g'ururni emas, samaradorlikni mukofotlaydi. Hatto uning sezgi organlari ham favqulodda rivojlangan edi. Uning hid bilish qobiliyati zamonaviy yirtqichlarning ko'pchiligidan ham kuchliroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldinga qaragan ko'zlari unga mukammal fazoviy ko'rish imkonini berib, hujum qilishdan oldin masofani aniq baholashga yordam bergan. Tyrannosaurus Rex sekin harakatlanadigan qo'rqinchli maxluq emas, balki evolyutsiya yaratgan eng buyuk yirtqichlardan biri edi.